video registratori qo'ymoqchi yurgan aka-ukalarimiz uchun hozir Sergelidan oldim. Men bu brendni birinchi marta ishlatishim. Hozir mana endi ochilyapti. Hopti 30 3 ta kameraligi. Tak Wi-Fi bor, 1 yil garantiyasi bor ekan. Tak ochib ko'ramiz, bismillah. Dizayni zo'r lekin okalar. Bu yaxshi tarafini men buni oldim boshqa registratorga nisbatan. Mana shu yerda o'zida 3-kamera salonga alohida chiqar ekan mana. Bemalol burib ishlatsanglar bo'lar ekan. Tak. Xuddi shu holatda ustonkga qilib qo'ysanglar bo'ladi. Tak, bu yerda mana tagida kitobchasi. Regulatorga tiqib ishlatib ko'rsak, tak bu taraf ishladi. Endi ovozlari zo'r. Bu video registratori biza Sergeli bozoridan 470 ming degan joyda talashib bor yo'q 10 ming so'm arzoniga oldik. 460 ming. Mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Ular zo'r. Tavsiya qilaman, paka yaxshi. Izohlarni qoldiringlar, kim qanaqa video registrator qidiryapti, nech bir atrofida. Buni oldi orqasi bor ekan, u arzonroq. 380 ming deyishdi, u Lenovo brendi ekan. Shunaqa gaplar. Bitta narsa aniq aytib olaman, okalar mana. Mana shunda turganda o'zi, hop, bu tarafida zadniy kamera bu yoqqa tushib qo'yapti. Yomon emas, o'rtacha. Salonlari ham yaxshi, o'rtacha. HD formatda olyapti menimcha, chunki bu 2K emas, точно 2K bo'lganda balki bunaqa kачествоda bo'lmasdi. Kачествоsi pastroq, Lenovo sal tinuvroq bundan. Endi bunaqa anaqalari bor, kameralari bor, shunga ishqoz bo'lgan bo'lsanglar bo'ladi, ishlatib turishga. Olsanglar bo'ladi, ishlatib turishga yomon emas. Lenovoni ham bitta ko'rsatamiz, xudo xolasa, alohida obzor qilamiz Lenovo uchun.